Ortaklar 2000 so'ma uyingizga ponni g'oli do'shisizlar degan edim oldingi videomda. Endi ne tolqa 2000 so'm. Besplatniy g'oli uyingizga do'shisizlar. Ishonasizlarmi? Besplatniy g'oli. Bu safar Ramazon aksiyasini boshladi. Xudo xolasa ish ko'rib turgan g'ollarimiz yana qaranglar. 3 metr 2 metrda. Sizlarga podarkiga beramiz. Bu gilamlar 300 da. Ben reklama qilaman, bilasizlar. Endi 1600 so'mdan kundan pul to'lab turib uyingizga g'oli bilan do'shisizlar. Davay men sizlarga furo bilan kelib turgan yerini ko'rsataman. Qaranglar, bir furo g'oliga turibdi. Men aytganda skladda variant xirrik dolib yotdi. Nechik turda, nechik metrda, nechik nada. Keyin bu podarki ber qo'shib beradigan g'olimiz 5 milliondan o'tsa, 5 milliondan alacak g'ollaringiz bir dana g'oli qo'shib beriladi. 3-2lik. Keyin mendan so'raganlar, eni 7 metrlik g'ollarınız bormi deganlar. Eni 7 metr topiladi. Injuyda qaranglar, skladda dolib yotdi. 7 metrlik eni kerak bo'lsa. Ortaklar, Xudo xolasa eldimdan 1 so'm bermeyim, 1 so'm to'lamayim. Ponni g'oli eksangiz bo'ladi, uyingizda döşesangiz bo'ladi. Metrajni, uyingizni ponni kesib, qirqib döşesangiz bo'ladi. Metrajni g'ollar turadi bu yerda. Eni 50 santimdan boshlanadi va nechali desangizlar ham bor. Kelli dollaringiz, stadion, bilyardxona, maktablar zallari döşidan, beton ustidan döşidan g'ollarimiz bor. Ortaklar, keyin unutmanglar bu narsani, bedaki gelgenden so'ranglar, metrajni g'oladan astatika g'ollar bor. Shuni astatkilar bor, 2 metr, 3 metr, 2 metr, 2 metr. Ashuni g'ollarga so'ranglar, uyingizga to'g'ri keladigan bo'lsa, dik yora, dang yora bahosidan berib beradilar. Bu aksiyamiz ortaklar 8 martdan boshlanadi, 18 martda tugidi. Foydalanganlar ortaklar 5 milyondan ko'p xarid qilsangizlar, pul bermasdan xarid qilinglar. Farqi yo'q. Bo'lib to'lash alinglar, 5 milyondan ko'p xarid qilsangizlar, bir dana gilam qo'shib beriladi. Faqat 10 kun davom qiladi. Yana aytganimiz uchun variant ko'p, xohlagan variantlaringizda kunga 1600 so'm to'lab turib uyingizni g'oli bilan döşesin deganimiz rost. Bu kommentariyadagi yanqidin negativchilarning narsasine sabab bo'lish uchun aytib turganim yo'q. Bor narsani ochiq aytamiz. Ganglar uyingizni gilam bilan döşenglar. Gilamlar 300 do'kon adresi. Qaranglar, Urganchdan kelishingizda, Gurlan yo'li, Urganchdan kelishingizda dik manglayingizda Capital Bank turibdi. Bu yana qarab ketsangizda, Gurlana qarab ketasizlar. Bilasizlar, Urganchda toza mashin bozori. Adres unutmanglar. Ekranda telefon nomer qo'yibman. Alo denglar, sizlarga to'shgan adres yana bir aytib beradilar.